Zunun Tiyip, Uyghur xalqining pəxirlik oğlani. Şərqi Türkistan Cumhuriyeti Armiyasının muavin komandani Zunun Tiyip 1917 yılı Qazaqistanның Panfillo, yani hazırki Yarkent şəhərdə dehqan ailəsində doğulğan. O, başlangıç və o'ttir məktəblərini öz yurtida o'qib tugatgan. 1931 yılı ailesi bilan birlikdə G'o'lji shahriga ko'chib kelib o'ltiraqlashgan. Zunun Tiyip 1940 yillardan boshlab Musa baylarning teri zavodida ishlashga boshlagan. Bu yillarda qonxo'r tajovuzchi Shingsay, ya'ni 1897 yillardan 1970 ning Sharqi Turkiston xalqiga selayotgan zulmi chekiga yetgan edi. Namda Xitoyning hukumati va amaldorlari almashgan bo'lsa-mu, Xitoyning qonliq siyosati o'zgardigandek emas edi. Xalqning dad-faryodi, arz shikoyatining hech qanday foydasi bo'lmaydi. 1942 yildan boshlab G'o'ljida tajovuzchi Xitoylarga qarshi maxfiy tashkilotlar qurilishga boshlaydi va tog' dalalarda Sharqi Turkiston partizanlari barliqqa keladi. 1944 yili 4-oyda G'o'lji shahrida tajovuzchi millatchi Xitoy, ya'ni Gomindangga qarshi maxfiy holda Sharqi Turkiston ozodlik tashkiloti ismli bir tashkilot quriladi. Bu tashkilotni qurg'uvchilar jami 12 kishi bo'lib, Zunun Tiyipmu tashkilot qurg'uvchisi rahbari a'zolarining birisi edi. 1944 yilidan boshlab Fatih Batur, ya'ni Fatih Muslimov, Tatar 1906 yillardan 1975, Akbar Batur, ya'ni Qozoq 1917 yilidan 1944, G'ani Batur, ya'ni 1902 yillardan 1981 qatorliq baturlarning rahbarligida Nilqi noyisida portilgan inqilob g'alaba qilib 1944 yili 11 oyning 12 kuni Sharqi Turkiston Cumhuriyeti quriladi. G'o'lji shahri davlatning poytaxti qilib e'lon qilindi. Zunun Tiyip shu vaqtda Sharqi Turkiston armiyasining bir a'zosi edi. U inqilob boshlanib Sharqi Turkiston Cumhuriyeti qurilg'ichi bo'lgan arliqda Sharqi Turkiston inqilobi uchun butun vujudi bilan kuch chiqardi va barliq faoliyatlarga aktivlik bilan qatnashdi. G'o'lji shahrini ozod qilish uchun ilib berilgan 3 darvoza, Novigrod, ya'ni Selingbu, ya'ni qo'mondonlik shtabi, Harambog' va boshqa joylarni ozod qilish uchun bo'lgan shiddatli janglarga rahbarlik qildi. Har qaysi saflardagi urushlarda va uningdan keyingi urushlarda arqa-arqadan botirlik ko'rsatdi. Davlatimiz mustaqilligini jakarlagandan keyin Sharqi Turkiston hukumati Zunun Tiyipning ko'rsatgan xizmatlari uchun uni arqa-arqadan ozodlik, istiqloliyat uchun kurash, botirlik qatorliq medallar bilan mukofotlaydi. Sharqi Turkiston Cumhuriyeti hukumati hay'ati 1945 yili 2-oyda Zunun Tiyipni Davlat reviziya komitetining muavin mudirligiga tayinlaydi. Shu yili 3-oyning 13 kuni hukumat hay'ati 33 nomerli qaror ma'qullab Rahimjon Sabir hojini ichki ishlar nazoratining nozirligiga tayinlab, uning harbiy ishlar nazoratining nozirlik o'rniga Zunun Tiyipni tayinlaydi. 1945 yili 4-oyning 8 kuni Sharqi Turkiston davlatining milliy armiyasi qurildi. Zunun Tiyip davlat armiyasining muavin bosh qo'mondonligiga tayinlanadi. Bu vaqtda uning harbiy unvoni podpolkovnik edi. Uning unvoni keyin polkovniklikka o'stirildi. U bu vaqtda 28 yoshda bo'lib, uning bu yoshida davlat armiyasining muavin qo'mondoni bo'lishi ham polkovniklikka o'stirilishi armiya ichida qiziqish va hayajon qo'zg'aydi, hamda qo'mondon askarlarning uningga bo'lgan hurmatini oshirdi. Sharqi Turkiston davlat armiyasining bosh qo'mondoni Ivan Polinovning millati Rus edi. Davlat armiyasi qurilgan dastlabki qadamda 8 batalyon, 4 ying toplam 15 ming askardan tashkillanadi. 1945 yili
7 ayda Sharqi Turkiston armiyasi tajovuzchi millatchi Xitoy, ya'ni Kuomintang armiyasiga qarshi 3 liniya bo'yicha umumyuzlik hujum boshlaydi. Bu vaqtda Zunun Tiyip Shimoliy saptiki armiyaga qo'mondonlik qilib, Durbiljin va Cho'chakni ozod qiladi. Cho'chak ozod bo'lgandan keyin Cho'chakda mustaqil otliq brigada qurishga yetakchilik qiladi. 1945-yili 9-ayning 3-kuni markaziy yo'linishdagi urush sepiga kelib, 8-kunigacha Shixoni ozod qilish urushiga qo'mondonlik qiladi. Zunun Tiyip Sharqi Turkiston Jumhuriyati armiyasining generallari ichida harbiy bilimi bir qadar yuqori bo'lgan, iqtidorliq, jasur va armiyaning yuksak hurmatiga erishgan general edi. 1946-yili 1-ayning 2-kuni 11 modellik tinchlik bitim imzolangandan keyin Sharqi Turkistonning 2-rais jumhuriy Ahmadjon Qosim, ya'ni 1914-yilidan 1949 7-ayda Sharqi Turkiston hukumati vakili sifatida Urumchiga kelib, atalmış Şinjan o'lkalik hukumatining muavin rais bo'ladi. 1947-yili 8-ayda millatchi Xitoy hukumati Urumchida yolg'on namoyish uyushtirib, Ahmadjon Qosim qatorliq Sharqi Turkiston Jumhuriyati vakillari o'rinlashgan Uyg'ur uyushmasiga hujum qiladi. Bu xabar chaqmoq tezligida Manas daryosi bo'yida buyruq kutib turayotgan Sharqi Turkiston armiyasining muavin boshlig'i Zunun Tiyipga yetadi. Bu xabarni anglagan Zunun Tiyip davlat armiyasini jiddiy holatga o'tkazib, millatchi Xitoy hukumatiga agar Ahmadjon Qosimlarning bir tal mo'yiga ziyon yetkazsa, 11 bitim Sovet ittifoqi deb o'ltirmay Manas daryosidan bo'sib o'tadiganligini bildirdi. Bu xabarni anglab qo'rqib ketgan Xitoy hukumati Ahmadjon Qosimlarga suiqasd qilish planidan voz kechishga majbur bo'ladi. 1949-yili 9-ayda kommunist Xitoy Sovet ittifoqining bevosita yardım bilan Sharqi Turkistonni besib oladi. 1949-yili 10-ayda Sharqi Turkiston milliy armiyasi Manas daryosidan o'tib, ikkiga bo'linib Urumchiga kirdi va kommunist Xitoy armiyasi bilan uchrashdi. 12-ayning 5-ida yana bir qism Xitoy askarlari poytaxt G'ulji shahriga kirdi. Shuning bilan Sharqi Turkiston armiyasi tunji qitim G'uljida kommunist Xitoyning birinchi dala armiyasi bilan uchrashdi. 1950-yili 1-ayning 10-kuni Sharqi Turkiston milliy armiyasi tajovuzchi Xitoy armiyasining 5-korpusi qilib o'tkazildi. Ivanovich Liskin, ya'ni Rus, 1913 dan 1970 bosh qo'mondon bo'ladi. Dön Xingyuan bosh siyosiy komissarlikqa, Marg'ub Isaqov muavin siyosiy komissarlikqa, Savdanov Zohir, ya'ni 1920 dan 2007 muavin siyosiy komissarlikqa, Nuriyov siyosiy bo'lim mudirligiga tayinlanadi. Sharqi Turkiston armiyasi Xitoyning 10-shiga tava qilinadi. Muhammad Imin Iminov, ya'ni 1915 dan 1970 Sijangliqqa, Mahusan siyosiy komissarlikqa tayinlanadi. 14-shi Almijanov Ibrohim Sijangliqqa, Xujingrin bosh siyosiy komissarlikqa tayinlanadi. Boshqa markazga bevosita qarashliq 2 otliq polik toplam 13 ming askar 1-dala armiya g'arbiy shimol harbiy rayoni qilib quriladi. Bu milliy armiyaning rahbarlik qismini kuchaytirish uchun 1-dala armiya bosh shtabi 1-batalyondan bir qism ilg'or partiya a'zolari harbiy generallarni yo'tkab keladi. Bu qism tez suratda Xitoy Kommunist partiyasining siyosiy va tashkilot tuzumini amaliylashtirdi hamda Xitoy Kompartiyasi qat'iy qo'mondonligidagi ayrim milliy armiya bo'lib shakllanadi. Sharqi Turkiston vaqtliq hukumati quriladi. Mana bu vaqtda Sharqi Turkiston armiyasining muavin bosh qo'mondoni general Zunun Tiyipga bu 5-korpusda hech qanday huquq berilmaydi. Chunki jinini baqamay aram qolgan 2 askarga bir miltiq to'g'ri keladigan Sovetning bergan mashina va aeroplanlarning yordami bilan kelgan avara Xitoy Sharqi Turkistondek dunyodagi shuncha cho'ng bir davlatni hech kuchmay osonla besib olgan bo'lg'achqa xoshalligidan aqlni yo'qotib,
nima qilarini bilmay qolgan Sovet ittifoqi ismli aksi bo'lg'achqa asabiylashib, ha deganda Abdi Bashirsining ichilib qolishi bilanmi kari bo'lmog'idek darajada xudini yo'qotgan. Zunun tiyib 1950-yili 8-oydan 1962-yili 4-oygacha Sharqi Turkiston harbiy rayon qo'mondonlik shtabining muavin siyosiy komissari bo'ladi. Keyin Xitoy Markaziy harbiy komiteti tarafidan harbiy rayonning muavin komissarligiga tayinlanadi. Xitoyning 8-darajalik siyosiy komissarlik unvoni beriladi. 1955-yili generallik unvoni beriladi. 1-darajalik ozodlik medali beriladi. Xitoyning davlat nazorat komitetining muavin mudiri bo'ladi. Keyin harbiy komitetining nozir bo'ladi. Zunun tiyib qo'shvatandosh bo'lib, Sharqi Turkiston ham Sovet fuqarosi edi. U tajovuzchi Xitoyning razillik, shumliq va quvliq bilan to'lib ketgan yovuz qor niyatini, haqiqiy Abdi Bashirsini bo'layotgan ishlarni, Sharqi Turkistonda o'ynayotgan barliq siyosiy o'yinlarni besh qo'ldek bilib turadi. Chunki u bir Uyg'ur edi. U Sharqi Turkiston xalqi yetishtirib chiqqan vijdonliq, o't yurak bir vatan o'g'li edi. Zunun deyib, Sharqi Turkistonning yuqori darajali generallaridan birisi bo'lgan Marg'ub Saqov bilan Sovet ittifoqiga doklad yozib, Sovetga chiqib ketishni iltimos qiladi. Chunki u vaqtdagi vaziyatda Sharqi Turkiston Jumhuriyati davlati Xitoylarni qo'g'lab chiqarib, mustaqilligini jakarlagan G'ulja, Bo'rtala, Cho'chak, Oltoy qatorliq viloyatlarning hammasi faqat Ikkinchi dunyo urushida g'alaba qilgan Sovet ittifoqi bilanla chegara edi. Zunun deyib 1962-yili qo'l ostidagi askar va 10 minglarcha Sharqi Turkiston xalqini boshlab, Xitoy besib yotgan Sharqi Turkiston Sovet chegarasidan bosib o'tib, tarixdagi Xitoy va chet elni cho'chitgan. Sharqi Turkistonni zilzilaga solgan. Sharqi Turkiston chegarasidan qochish voqeasining bosh plang'uvchisi va qo'mondonidir. Zunun deyib 1962-yili kirishi bilan fursat kutib turishning hech bir foydasi bo'lmayli qolmasdan, texmo yomon oqibatlarning keltirib chiqaradiganligini jazmlashtirdi. U bu vaqtda keskin qarorga kelib, qo'l ostidagi kona ham yetarsiz qurollar bilan qurollangan ozg'ina askarlari bilan Xitoyga qarshi yana bir qatim kurash qilishga bel bog'laydi. Zunun tiyib 1962-yilining 5-ida qo'l ostidagi general Marg'ub Saqov bilan birlikda jiddiy tayyorlik qilib, chorvachilik rayonlarini tekshirishni bahona qilib, tajovuzchi Xitoyga qarshi keng ko'lamda tashviqot faoliyati ilib berish bilan birga Ili Tarbag'atay, Oltoy, Bo'rtala, G'ulja rayonlaridagi Xitoy hukumatining harbiy bazalari va idora organlariga hujum qilib, nurg'un Xitoy askarlari va amaldorlarini yo'qotdi. Xitoyning asosli qismlariga qurshab hujum qiladi. Ammo Xitoy hukumati bu rayonlarga xuddi Sharqi Turkistonning boshqa rayonlariga o'xshashla necha 100 ming kishilik askarni o'rinlashtirib olgan bo'lg'achqa, zunun tiyib yanala Sovet ittifoqidan yordam qilishni kutishga majbur bo'ladi. Ammo Sovet ittifoqi faqat chegarasini ichib berish bilan bo'ldi qiladi. Zunun tiyib, o'z qo'l ostidagi Sharqi Turkiston armiyasi bilan Xitoy askarlariga qarshi qo'lidan kelishicha urushib ko'rdi. Amal bo'lmagandan keyin Sharqi 4 viloyatda xalqqa xitob qilib, butun imkonlarni ishiltib, Sovet ittifoqiga chiqib ketishni tashviq qiladi. Kallasini ichiga tiqib turib olgan Sovet ittifoqi vaziyat bu darajaga berib yetgandan keyin ham Sharqi Turkiston xalqiga yordam qilgan bo'lib, yaxshichoq bo'lish ham o'zining ish kuchini to'liqlash maqsadida chegarasini ichib berdi. Buning bilan birga kunduzlari Sovet hukumatining adolatini tashviq qilsa, kechalari xanjar chiroq, ya'ni kechasi aeroplanni ko'zitadigan chiroq orqali chegara yo'llarini yo'ritib berdi. 1962-yili 4-oyda Oltoy, Tarbag'atay va Bo'rtaladan G'uljigacha bo'lgan 4 viloyatdagi 20 necha noya 2000 kilometrdan ortiq Sharqi Turkistonning Sovet bilan chegaradosh rayonlaridagi xalq, uyvoq, yer ziminlarini tashlab
go'yo mavj urib qirg'oqqa urilgan dengiz to'lqinidek harakatlanib, Sharqiy Turkiston chegarasidan Sovet ittifoqiga o'tib ketadi. Sharqiy Turkistondan shu chaqda taxminan 60 mingdan ortiq xalq Sovet ittifoqiga o'tib ketgan. Ikki noyida hatto necha yuzlik kishi qolgan. Anglashlarga qaraganda dastlabki 3 kun ichida G'ulji qatorliq shaharlardan Sovet chegarasigacha avtobus, mashinalar qatnagan. Sharqiy Turkistonda Zunun deyib rahbarligida başlagan qurolliq qo'zg'alon va keyin Sovetga chiqib ketish voqeasini mavzudun, ya'ni 1893 dan 1976 anglagandan keyin meningcha ketkusi bor odamni hargiz tutib qolmayli degan. Juinlay bo'lsa, yana bir qism kishilarmo agishib ketishi mumkin. Meningcha Sayfiddin Aziz, ya'ni 1915 dan 2003 berib ideya xizmeti ishlab baqsqandaq degan mavzudun hojatsiz kimning haq, kimning nohaq ekanligini hozir bir nima demakdas. 20-30 yil o'tgandan keyin ko'pchilik o'zligidan tushunib qoladi. Ketkusparlarni xoshalliq bilan uzitib qo'ymamdiq degan. Mushu mezgilda Zunun deyib Sharq Turkiston Jumhuriyatining Marg'ub Saqov qatorliq qo'l ostidagi 40 dan ortiq general, ofitser, qo'mondonlarni va bir qism askarlarni boshlab Sovet ittifoqiga chiqib ketgan. Zunun deyib voqeasidan keyin Sharq Turkistonda toki 1976-yillargacha Sharqiy Turkiston chegarasida necha ming kishilik armiya buyruq kutib turdi degandek gaplar bo'lib turgan. 1969-yili Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining yana bir generali Muhammad Emin Iminov, ya'ni 1915 dan 1970 Xitoyga qarshi Sharqiy Turkiston Inqilobiy Xalq partiyasining rahbari bo'lgandan keyinmi Sovet ittifoqi nihoyat cho'ng umid kutgan. 1968-yili Tarbag'atayning Terakti rayonida bir qatim qurolliq to'qinish bo'lgan. Shu vaqtlarda Sharqiy Turkiston Inqilobiy Xalq partiyasi ilgari oxir bo'lib, 12 qatim Sovet va Mongoliyaga odam avatib qurol, telegraf apparati hamda harbiy ishlar maslahatchisi avatib berishni talab qilgan. Sovet bularga 9 qatimda 14 odam qatim qurol, telegraf apparati va harakat xarajati kirgizib, bular bilan aloqalashgan. Mushu ahvollarga qarata Zunun deyib Sovet ittifoqida Sovet hukumati bilan ko'p qatim suhbat o'tkazgan bo'lishi ham Terakti to'qinishi balki uning rahbarligidagi Sharqiy Turkiston armiyasi bilan bo'lgan to'qinish bo'lishi mumkin. Sharqiy Turkiston chegarasida necha ming kishilik armiya buyruq kutib turdi deb anglagan gap so'zlar balkim Zunun deyib rahbarligidagi Sharqiy Turkiston armiyasi bo'lishi mumkin. Xulos qilib aytganda, Zunun deyib oxirgacha tajovuzchi Xitoyni e'tirof qilmagan. Oxirgacha Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun qo'lidan kelishicha tirishib ko'rgan. Amalsiz qolgan Zunun deyib Ruslarning yordamiga erishish uchun qo'ldan kelishicha urinib ko'rgan va ulardan umid kutishga majbur bo'lgan. Zunun deyib hayotining oxirigacha Sharqiy Turkiston davlat armiyasining qo'mondoniga xos sifatida izzat hurmatini saqlagan. U Sovet ittifoqiga chiqib ketgandan keyinmi oxirgi umrigacha Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun kurash qilgan. Qeyrib dam elishga chiqqandan keyin Almatoga yerlashgan va yanala ona vatanini Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun izdangan. Zunun deyib 1970-yillarning beshida 1944 dan 1949-yillardagi Sharqiy Turkiston ozodlik inqilobi haqida ozodlik uchun kurash ismli xotir yozgan. Bu asar 1974-yili rus tilida 15 ming nusxaga nashr qilingan. 1977-yili Kiril harflari bilan Uyg'ur tilida Sharqiy Turkiston yerida degan nom bilan nashr qilingan. Kitobning beshida nashriyatdan kitob to'g'riliq tövəndəki qısqacha kirish so'z yozilgan. Bu xotirlarda Sharqiy Turkiston xalqining 1944 dan 1949-yillardagi Gomindan Xitoy mustamlikchilariga qarshi yurgizilgan milliy ozodlik harakati va u elning 3 viloyatida g'olibiyat qozonib, Sharqiy Turkiston Respublikasi va uning milliy ozodlik armiyasi tashkil qilinganligi, uning
Mao Zedong gruppasi tarafidan tartivilinishi hikoya qilinadi. Bu kitob 136 bet. Almata, Qozog'iston 1977-yili deb yozilgan. Uyg'ur xalqining faxrlik o'g'lani, Sharq Turkiston Jumhuriyati armiyasining muavvin bosh qo'mondoni marhum Zunun Tiyib 1984-yili 67 yoshida Almatada vafot bo'lgan. 1982-yili Qozoq film studiyasi Uyg'urlarning Sovet ittifoqiga ko'chganligining 20 yillik xotirasiga atab ishlangan G'ani Batur nomli hujjatli film ko'rsatilgan. Bu filmni ishlashga Zunun Tiyibmi qatnashgan. Filmda G'ani Baturning 1944dan 1949 yillardagi Sharqiy Turkiston Jumhuriyati davridagi baturlik ish izlari haqida to'xtalgan. Bu filmda Zunun Tiyibning jonliq simosi va ovozliq bo'lib, uning bu ko'rinishi keyingilar uchun xotira bo'lib qolgan. 2017-yili 9-oyning 23-kuni Almatadagi Quddus Xo'jamyorov nomidagi Cumhuriyetlik Davlat Akademiyalik Uyg'ur muzikalik komediya teatrining kichik zalida Sharqiy Turkiston Jumhuriyati Davlat armiyasining muavin bosh qo'mondoni generali Zunun Tiyib tug'ilganligining 100 yilligini xotirlash faoliyati o'tkazilgan. Hozir Almatada Zunun Tiyibning farzandlaridan Muborak Isroilova va Rag'ina Qosimovalar bor ekan.